Hozirgi kundagi har ikkinchi ayol va qizlarda kuchli holsizlik, tez charchash, suv ichsa ham, bir dona barg yesa ham seminish, bosh og'rig'i, 30 soatlab ishlagan insonga o'xshab tanada kuchli holsizlik belgilari, sochlarning to'kilishi holatlari kuzatilmoqda. Yuqoridagi sanab o'tilgan hamma holatlar qalqonsimon bez o'z faoliyatini bajarmayotganlik belgilari hisoblanadi. Gipotireoz, qalqonsimon bez yetishmovchiligi. Shifokorlarga borsangiz, albatta gormonlardan davolashni boshlaydi. Bu esa noto'g'ri. Arab diyorlari tabobatidan retsept saqlab olib yaqinlarga yuboring. Bu dorivor shifobaxsh tayyorlama tarkibida juda ham ko'p miqdorda yod, selen, sink moddalari saqlagani uchun butun gormonal sistemani yaxshilaydi. Tanani yodga to'ydiradi, xotirani yaxshilaydi, tanaga kuch beradi. Kerak bo'ladi 200 gram xurmo, 400 ml suv. Xurmoni olib bir idishga solib, ustidan suvni solib, yaxshilab ezib, so'ngra sitadan o'tkazib, ertalab 200, kechqurun 200 ml ichsangiz bo'ldi. Bir oy. Homilador, emizikli va yosh bolalarga ichish tavsiya qilinadi. Siz bilan doktor Kamilov, e'tibor uchun rahmat.